Bo'ldinglarmi, sinab berdi. Alhamdulillah. Bu mana bu izzat deyiladi. Ana u gap bor-ku, sho'jani kunda sanaymiz. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Ana u gap bor-ku, sho'jani kunda sanaymiz. Bizga ko'p negativ bildiradiganlar, ko'p tanqid qiladiganlarga aytib qolamiz. Mana bizning natijamiz. Bugun Idlib shahrida katta stadionda mana bunda qori-qoriyalarda Qur'onni yodlaganlik uchun hadiyalar berish marosimi o'tkazilyapti. Mana bu tadbirda minglagan qoriyalar ishtirok etyapti. Alloh farzi marhamati bilan. Mana shunday bo'ladi. Islomiy muhitning mevalari mana shunday bo'ladi. Alhamdulillah, Allohning farzi marhamati bilan bularni mana bu ko'rib turganinglardek bu tarafda qorilar o'tirgan bo'lsa, bu tarafda qoriyalar o'tiribdi. Mana bu tarafda esa ota-onalar, yaqinlari va xalq kelib mana bu narsani ko'ryapti. Ustozlari va xavfsizlik xizmatidan tabiiyki bor bu yerda. Alhamdulillah, bu kunlarga yetishgan Robbimizga hamd va sanolar bo'lsin. Tashqarida ko'pchilik aytadi, Shomgorda fitna deydi, boshqa deydi. Mana haqiqiy meva, haqiqiy islomiy mevalari. Kimlardir Yevropalarga ketyapti, lekin farzandlarini yo'qotadi. Bu yerda farzandlarini kelajagi yo'q bo'ladi. Bu yerda esa sizning farzandlaringiz solih-soliha qori-qoriyalar bo'lib, bulun ulamolar bo'lib yetishib chiqadi inshaalloh. Hozir mana bu yerda sheyxlar chiqib, bitta ustozlari, sheyxlar chiqib, mana bu kunga yetkazgan Allohga hamd va sanolar aytib, bo'layotgan nimalar, qori-qoriyalarni birma-bir tabriklashyapti. من كل فكر خبيث راح ينشره الحقود ولوثت المناهل من عقود. Mana shu Suriya. Mana shu Alloh subhanahu va taolo muborak qilgan Shom diyori. وبعدما عشنا بالتهجير وبفضل الله سبحانه في قلبه ويعمل به. Biz o'z faoliyatimizni 6 yil avval 4 ta madrasa va bir bog'cha bilan boshladik. Bugungi kunda esa avvalo Allohning fazli marhamati ila va ustozlarning qattiq harakati bilan Idlib shahar va atrofida 70 ga yaqin madrasa va 28 ta bog'chamiz ochildi. Bizning madrasalarimizda avvalo Allohning kalomi Qur'on va ta'lim-tarbiya, undan tashqari esa barcha turdagi fanlardan ta'lim beriladi. Va yana har qanday sport turidan ta'limlar ham bor. Eng muhimi bizlarni qiziqtiradigan, erkaklarni haqiqiy rijol qilib tarbiya qiladigan qiz bolalar va o'g'il bolalar alohida ta'lim oladi. Ko'pchilik birodarlar shu tashqarida turib so'raydi, ta'lim masalasi bo'yicha ta'lim sohasi Suriyada urushlar boshlanishidan avval ham va hozir ham inshaalloh umid qilamiz kelajakda ham yetakchi o'rinlarda bo'ladi inshaalloh. كما أجرينا مسابقات داخلية على مستوى مدارسنا لتعزيز التميز والإبداع عند الطلاب. قطفنا ثمارا طيبة في مسيرتنا. خرجنا خلال 6 سنوات آلاف الحفاظ. Bu yerda yana aytayaptiki, bir necha yil o'tib 50 ga yaqin qori chiqardik ishimiz boshida. So'ngra 1 yil o'tib 158 ta. Undan so'ngra yildan yilga madrasalarimiz kattayib 798 ta, undan keyingi yilga va undan keyingi yilga esa 1409 ta qori va qoriyalar chiqardik deyapti. Eng muhimi bu ko'zlarimizni quvontirayotgan yoshlar islom kelajagi. Kelajak poydevorimiz qanchalik mustahkam bo'lsa, unga quriladigan bino ham shunchalik mustahkam bo'ladi. Ey Allohim, Sharqiy Turkistonda va butun dunyodagi zolimlar egallab olgan musulmon davlatlarini o'zing ozod qilgin va mana bunday bizni zurriyotlarimizdan Imom Buxoriy, Imom Termiziy kabi haqiqiy olim-olimalar chiqishligini bizlarga ham nasib aylagin. Endi tashqarilarda qiynalib yurgan birodarlarimga nasihat o'laroq aytamanki, Shom va uni ahlini o'zingizga lozim tuting.
Chunki Nabiy sallallohu alayhi va sallam Shom va uni ahlini maqtadi. Bu Shom diyori haqida qancha oyatlar, qancha hadislar bor. Tarixga qarang, qancha sahobalar, qancha onalarimiz Shom diyorini Nabiy sallallohu alayhi va sallam maqtaganligi uchun mana bu joyga kelib istiqomat qilib vafot etdilar. Shom diyoridan inshaalloh hali juda ham ko'p xushxabarlar bo'ladi. Chunki Nabiy sallallohu alayhi va sallam bashorat qilgan hadislarda Iso alayhissalom Shom diyoriga tushishligi, Imom Mahdiy chiqishligi va mana bu yerdan katta xushxabarlar bo'lishligini bashoratini berganlar. Qisqa qilib aytganda, dinini saqlayman deb har qanday diyorga, fahsh tarqagan diyorlarga insonlar hijrat qilyapti. Siz ana bu yerda yashab o'tarsiz, lekin sizni farzandlaringiz va hech bo'lmaganda nabiralaringizni yo'qotasiz. Chunki u yerda ana bu jamiyatda sizni farzandlaringiz o'sha jamiyat bilan bir xil bo'lib ketadi. Mana bu yerda esa bu ko'rib turganingiz jajji qori va qoriyalar aksarlari otalari shahid bo'lib ketgan, onalari esa mana shunday qoriya qilib tarbiyalagan Shom farzandlaridir. وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. Ushbu ko'rib turganingiz qator avtobuslar Idlib va uni atrofidagi shahar qishloqlardan barcha qoriyalarini davlat tashabbusi bilan mana bunday holatda yig'ib stadionga olib keldi. اسألوا جند الصليب اسألوا جند التتار هل يئسنا من قتال أو كسرنا من حصار. Tadbir davomida mana bunday yosh mujohidlar islom rijollarini shijoatlantirish maqsadida mana bunday chiqishlar ham qildi. Allohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd. Takbir! Lekin bu tadbirda menga eng ta'sir qilgan voqea shu bo'ldiki, mana bu qizaloq bosqinchi Bashar Asad tarafidan bo'lgan zulmlar tufayli ota boladan ayrilganiga 10 yil bo'ldi va 10 yildan so'ng qoriya qizini mana bu stadionda ilk bora ko'rmoqda. Ey Allohim, bizni farzandlarimizni, bizni zurriyotlarimizni o'zingni diningga xolis xizmat qiladigan solih farzandlardan qilgin. Allohumma amin. Huquq-tartibot organlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida Marg'ilon shahri, Buvayda va Uchko'prik tumanlarida yashovchi shaxslar o'z yashash xonadonlarida yigit-qizlarga noqonuniy tarzda diniy ta'lim berib kelayotgani aniqlandi. Joriy yilning 10-fevral kuni Farg'ona viloyatining Buvayda tumanida huquq-tartibot idoralari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda tumanning Tepalik mahallasida istiqomat qiluvchi 1991-yilda tug'ilgan fuqaro Ming afsuslar bo'lsinki, Imom Buxoriy, Imom Termiziylar chiqqan haqiqiy islom diyorida mana bunday dinga qarshi kurashlar bo'lishligi insonni juda ham mahzun qiladi. Alloh subhanahu va taolodan so'rab qolamizki, kimki mana bunday dinga qarshi kurashsa, Allohning diniga qarshi chiqqanlarni barchalarini dunyo va oxiratda xor qilsin. Nega shunchalik islohotlar xohlarkansiz, fahshga qarshi, munkarga qarshi mana bunday islohotlar qilmaysiz? Oddiygina Robbim Alloh deb harflar o'rgatayotganlarga ham jinoiy ish qo'zg'atiladimi? Ey Allohim, o'zingni diningga qarshi kurashayotganlarga o'zing kifoya qilgin. Allohumma amin. noqonuniy tarzda diniy ta'lim berib kelgani ma'lum bo'ldi. Viloyat huquq-tartibot idoralari tomonidan bu kabi tezkor tadbirlar davom ettirilib, joriy yilning 19-fevral sanasida ham Marg'ilon shahrida yana bir noqonuniy diniy ta'lim berib kelayotgan shaxsning harakatlari fosh etildi.
وبكل من وطئت قدماه هذه المحافظة الطيبة إدلب العز التي انطلق منها تحرير سوريا وكانت ملاذا آمنا وحضنا دافئا لكل bu muborak shom diyori. Alloh subhanahu va taolo muborak qilgan shom ahli. اللهم أعز الإسلام والمسلمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا Va الجنة. yaqin kelajakda Imom Mahdiyga qo'shiladigan shom qo'shinlaridir inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo barchalardan rozi bo'lsin. Alloh ham butun dunyodagi zolimlarga o'zing kifoya qilgin, mazlum birodarlarimizga o'zing yordam bergin. Xossatan bugungi kunimizda G'azodagi musulmonlarga o'zing yordam bergin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. أمن البلاد مهامنا بالعدل نصنع مجدنا في خطى الأولى نحو الأمام سنلبي دعوة شعبنا نحميهم بدم نصون ونرد كيد الكائدين نحن الحماة المخلصون نحن الحماة المخلصون بالعلم نسكن جهدنا ضباطنا قدواتنا قواتنا ومهامنا تحمي الحمى أو لا تكون حيوا رجال الأمن كابوس كل المجرمين كما دفعت الخطر يا ما ردعت الخائنين والشرطة تسهر بالأمن وعيونها لا ما تنام يا ملجأ الشعب الأمين سيفه مسلط على اللئام وعد علينا والخبر نبعد عن الأهل الخطر تنزف دمانا لأجلهم ونكون للمفسد قدر ونكون للمفسد قدر ونكون للمفسد قدر